Siz millionda bir ko'rishingiz mumkin bo'lgan aql bovar qilmaydigan tasodiflar haqida eshitgan bo'lsangiz kerak. Aynan bugungi video sizni hayratda qoldiradigan tasodiflar haqida. Videoni boshlashdan oldin shunday videolarni ko'rishni xohlasangiz, kanalimizga obuna bo'ling va videoga like bosib qo'ying. Cliff markasi ushbu energiya bar to'plamida alpinist tasviridan foydalanadi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan ushbu suratda paket ichidagi suratga tegishli joy topilganga o'xshaydi. Alpinistning uyg'unligi ham, orqadagi tog'larning o'xshashligi ham juda ajoyib. Avstraliyadan Gretsiyaga kelgan sayyoh shahar bo'ylab aylanib yurganida eskirgan kredit kartasini topib oldi. Aslida normal sharoitda buning ajablanarli joyi yo'q. Biroq u topgan kartadagi ism va karta raqamlari o'zining karta raqamlari bilan bir xil ekanligi shubhaga borishiga sabab bo'ldi. Nyu-Yorkdagi marafonda ishtirok etayotgan bu yigit seriya raqamini qo'lga kiritgach, ajoyib tasodifga e'tibor berdi. Uning qo'lidagi raqam va o'zi kiyib olgan kiyimidagi raqam bir xil edi. Musobaqa oxirida esa ajablanib qo'lidagi qog'ozga qaradi. Chunki futbolkasidagi va seriya raqamidagi yozilgan raqamlar qo'lidagi ro'yxatda ham bor edi. Hozirgi vaqtda mobil telefonlari yuqori sifatli va ilg'or foto kadrlarni olishi mumkin. Biroq faqat suratga olish orqali sharni yorilib ketadigan bu kadrni suratga olish juda qiyin bo'lsa kerak. Bu surat supermarketda olingan. Surat olgan odam ko'rgan manzaralaridan juda hayratda qoldi va o'sha lahzani ko'rmoqchi bo'ldi. Chunki bir-biriga juda o'xshash ikki ayolning bir xil kiyimda bo'lishi insonni hayratlar ko'chasiga jo'natadi. Amerika armiyasida xizmat qilgan bu uchuvchi eski suratlarni ko'rib, o'zi uchgan Kiyova vertolyoti haqidagi hayratlanarli haqiqatga duch keldi. Bolaligida birinchi marta aviatsiya yarmarkasida o'tirib ko'rgan vertolyoti askar bo'lgandan keyin bugun o'zi uchayotgan vertolyot ekanligini aniqladi. Rossiyadagi kuchli shamolga dosh bera olmagan daraxt o'sha paytda to'xtab turgan ushbu mashinaning ustiga qulagan. Avvaliga avtomobil egasi uchun katta baxtsizlikdek ko'ringan bu voqea diqqat bilan qaralganida ajoyib imkoniyat bo'lib ko'rindi. Chunki qulagan daraxtning mashina bilan zarracha aloqasi yo'qligi omad edi. Qush kuzatuvchisi do'sti bilan tabiatga sayohat chog'ida Lapland Longspur ismli maxsus qushni tadqiq etayotganda kitobga Longspur qo'ndi. O'sha qiziqarli lahzani sayohatchining do'sti suratga oldi. To'yda kelin va kuyovlarning bir xil kiyimda bo'lishi juda normal holat. Suratdagi 6 ayol to'yda faqat mehmon sifatida qatnashgan. Ularning barchasi tasodifan bir xil libosni tanlagani to'yda eng ko'p muhokama qilingan mavzu bo'ldi. Biz yana supermarketdamiz. Bu yigit xarid paytida ko'rgan chipslar qopidagi rasm qanchalik o'ziga o'xshashligini tushundi. U birga suratga tushish orqali ijtimoiy tarmoqlarga ulashgan surati bilan mashhurlikka erishdi. Videoni ham oxiriga keldik. Do'stlar, siz bundan ham antiqa va ajoyib tasodiflarga guvoh bo'lyapmisiz? Shu haqida albatta o'z izohingizni yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.